ko'rmaslar, charchamaysizlar va tanjonlar hisobi. Sizlar bilan men Islomjon do'stlar, sizlarni ko'rib turganda g'oyatda xursandman. Surxash 75 hamda omadim keldi YouTube kanalimizda. Sizlar bilan birgalashib yangi turimizga start beryapmiz. Kecha sizlarga va'da bergandim. Juda ham ko'p obunachilarimizni xursand qiladigan o'yinga bizlar start beryapmiz. Akalar opalar ekranga yaqinroq joylashib olamiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa sizlar bilan biz yo'laveradigan o'yinga start berish arafasida turibmiz. Akalar opalar, orqamda ko'rib turgan toychoqni o'sha videoni boshidan qo'yib berdim. Ichki holatlari, metallari bor, hamma xullas, rul, pul, hamma narsasi ichida, 4 miyaqli ballonlari, xullas avtomat korobka emas, mexanik avtomashinasini 2018-yil Spark avtomashinasini aynan sizlarga qo'yib berdim. Do'stlar, musofirda yurgan obunachilarimizga yaqinroq ekranga o'tiramiz va vнимательно eshiting deymiz. Bu o'yinimizda faqatgina bir dona avtomobil bilan cheklanib qolganimiz yo'q. Ro'za Ramazonda tugashi munosabatda turibmiz. Xudo xolasa shunga qaramasdan sizlarga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib beryapmiz. Umumiy o'yindagi biletlar soni 3500 dona bo'ldi akajonlarim. Yaxshilab eshitamiz. Umumiy o'yindagi biletlar soni 3500 dona va главный prizga orqamda ko'rib qo'yilgan mana shu Spark avtomashinasi. Undan tashqari 30 nafar obunachimizga $1000 pulli konvert, 200 ta 2000 rubllik pulli konvert, 200 dona besplatniy bilet. Akalar opalar, почти 450 ga yaqin prizlarimiz bo'lyapti. Mana shu hozir shu yerda turib shogirdim kadrda olyapti. Shogirtimdan hammaga omad yor bo'lsin deb qolamiz. Akalar opalar, bilet narxi 1000 rubldan bo'ldi. Ekranlaringizda ko'rsatib qo'yilgan mana shu WhatsAppga salom yoki nuqta deb yozamiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa sizlarga o'zbek karta desizlar, o'zbek karta, Rossiya Sberbank desizlar, Rossiya Sberbank, xullas hamma narsani mana shu WhatsAppdan bilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Akalar opalar, mana shu o'yinda bittadan paddeshka qilib dingillatib o'rsak, xudo xolasa Ro'za Ramazon oyida sizlarga juda katta starti bilan o'yinni boshidan beryapman. 5 ta bilet olasiz. Bu degani 5000 rubl to'lov qilasiz, sizga 8 dona bilet boradi. 10000 rubl to'lov qilasiz, bu degani sizga 15 dona bilet boradi. Mana bunaqangi imkoniyat faqat Ro'za Ramazon oyida aynan sizlar uchun keladigan hayit bayramlarimizga xudo xolasa nasib bo'lsa $1000 xonadonga jo'natish va mana shu avtomobilda siz aynan sohibi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Ekranda ko'rsatib qo'yilgan WhatsAppga hozirda o'ziyoq tezda shoshilib bilet olishga ulguring, chunki 5+8 10+5 bu degani juda ham tez ketadi. Mana shu aksiyamiz shogird necha kishiga qilamiz? Mana shu aksiyani 50 kishiga qilib beramiz. Xudo xolasa 50 kishiga albatta. 50 kishiga mana aka berasiz videoni. Mana shogirdimni o'zi. Bitta salom alaykum. Sifat 75 ashaddiy rozigirish muxlislari va omadim keldi yangi obunachilari. Men Islombek yani ustozim bilan mana birgamiz. Xudo xolasa yangi o'yinga start bermoqchimiz. Mana xudo xolasa inshaalloh bugun cheslo 15 bo'lsa, 15-mart bo'lsa, nechisida final qilamiz? Shogird shuni gapiring. 15-mart bo'lsa, mana bugundan start berilyapti akajonlarim, opajonlarim va 25-martga finalimizni qilib o'tkazamiz. 10 kun ichiga 3500 ta biletni aksiya bilan tugata olamizmi? Albatta aksiya bilan tugatamiz. Xudo xolasa bizlarni podpischiylarimiz, obunachilarimiz va ashaddiy rozigirish muxlislarimiz musobaqat qiladi. 10 kun ichida final qilamiz. Hammaga baxt, omad va mana shu Sparkimiz sizlar uchun. Akalar ko'rib turganlaringizdek, Sparklarimiz ideal holatda. Orqa kalpagiga e'tibor bermaymiz. Orqa kalpagi uzilib ketdi. Shogird, avtomobilni ko'rdingiz, haydab ham ko'rdingiz. Yoqdimi, yo'qmi? Yoqdi, zo'r 2018 yaxshi, zo'r mashina. Xudo xolasa kimlardir oilasiga to'y tantana bilan mana ustozimiz bilan birgalikda olib borib topshiramiz. Hammamizga omad tilaymiz. Akajonlarim, opajonlarim, 10 kun muhlat. 10 kun ichida xudo xolasa 25-martda finalimizni boshlaymiz. Hammaga omad va kirib kelayotgan hayit bayrami uchun 50 kishiga aksiya qilib berdik. Akajonlarim, 50 kishiga aksiya qilib beramiz. Xudo xolasa biletlarimiz 50 kishiga aksiya qilib beramiz. Sizlar uchun hayit bayramlari uchun. Bosamiz akajonlar yangi startga. Akalar opalar, ko'rganlaringizdek shogirdim o'z sizlarga tushuntirib berdi. Shogirdim aytishi bo'yicha 50 ta obunachimizga juda ham chiroyli tarzda limitli bu. Bu har kimga nasib qilmaydi. Bu degani 10 ta biletga pul tashlaganlar, 10000 rubl to'lov qilganlarga sirazi joyiga issiqqina sizlarga xudo xolasa 15 dona bilet boradi. 3500 dona bilet menimcha 10 kun ichiga aksiya bilan bemalol tugata olamiz. O'zingiz ehtiyot qiling, xudo xolasa videoni ham boshiga ham oxiriga qo'yaman. Avtomobilni ko'rib niyat qiling. 30 ta obunachimizga $1000 pullik konvert,
200 ta 2000 rubllik, 200 ta besplatni bilet. 400 ta bo'ldi, 430 ta priz, главный prizda mana shu to'ychoq, 231 dona yutuqlarimiz bor. O'zingizlar ehtiyot qiling. Biz Surxondaryo viloyati Termiz shahrida turib, sizlar bilan bog'lanyapmiz. Xudo xolasa o'yinda ishtirok etaman deganlar WhatsAppga alo desangiz bo'lgani, xudo xolasa biletlarni dingilatib sizlarga jo'natamiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Finallarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.